Amerika havosi ba'zi bir qizlarga o'xshaydi, bilasizlarmi? Tushunib bo'lmaydi. Bo'yna mana 5 minut avval, 5 minut oldin quyosh chiqib, qizdirib yotgan edi. Yomg'ir yog'ib yotibdi. Hech nimani ko'ra olmayapman. Yo'l вообще mana vidimiz yo'qoldi-da. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Shunaqa shamol, shunaqa yomg'ir, hali bu salli tashlagani satirlab qo'yapti, bochkalab qo'yganda yog'ib yotibdi-da. Yomg'ir o'zi bir barakada, Allohning barakasi. Shu Amerikaga juda ham ko'p yog'adi-da shu. Bilasizlarmi? Shu Amerika shuning uchun barakali mamlakatda. Mana shu yomg'ir yog'ganda kim qanaqa haydaydi? Skoriz vaqtda 48 ga tushib ketdi. 70 haydab kelayotgan edim, 48 ga tushirdim. Ko'rinyaptimi, yo'qmi sizlarga biron nima? Menga hech nima ko'rinmayapti oldinda. U tarafda bitta mashina avaronkasi yongani ko'rinyapti, все. Va qo'lni chiqaray qani. Wow! Yiqtanda bu yomg'ir emas, kim qanaqa toshmi bir nima yog'yapti. Vaydanma. Bu yomg'ir emas, bilasizlarmi? Ana. Birdan qo'lni ham yuvib oldik. Amerikaning shunisi mazada akalam, har bitta shtatga kirganda bitta shtatda qorni ko'rasizlar, 3 soat yurib. Yomg'irni ko'rasizlar, 5 soat yurib. Bahorga tushasizlar, 8 soat yurgandan keyin yozga tushasizlar. Nyu-Yorkdan to Kaliforniyaga ketgancha 4 ta faslni bemalol ko'rasizlar, ishonaveringlar. Lekin atmosfera zo'r, amardir birodlar. Nima deyapti atmosfera? Atmosfera bu yoqqa kelib mana aylanib, bu yoqlarda dam olib ketibdi. Nima deydi yana?